Kecha bellashuv boshlaganmiz. Bugun birinchi kuni o'zlari holati. Oxirgi tuz ham solib qo'ydik. Xudoga shukr, hammasi o'zini yaxshi his qilishyapti. Demak, mana bu yerda o'sha Husn akani omuqda yemlari. Mana bu yerda Samix granula ko'rinishidagi yemlari taroz turibdi. Natijani birgalikda ko'ramiz. Lekin o'zlari bilmagan holda menimcha juda jiddiy narsaga rozilik bildirishdi ikkala tashkilot, chunki o'rtaga ularni obro'si qo'yilgan. Xudo xolisa Alloh ko'rib turibdi. Qo'limizdan kelgancha haqqoniy qilishga harakat qilamiz. Bizani kuzatib boringlar.